bizdagi muammo boshlagan ishimizda sobit tura olmaymiz, davomiylik yo'q. Nima uchun? Masalan, bir ishni boshlaymiz, qiziqib ketamiz. Namoz to'g'risida ta'sirli ma'ruza eshitamiz yoki sadaqa to'g'risida yoki boshqa tahajjudning fazilatlari haqida biror bir ma'ruza eshitamizda ta'sirlanib ketib, mana bugun uyga borib boshlayman, o'qiyman deymiz, lekin birinchidan bo'lib seturib uxlab olamiz. To'g'ri emasmi? Yoki bir kitob sotib olamiz, o'qiyman, bu bir kunda tugatib olsa bo'lar ekan deymiz, lekin uyga borgandan keyin sovib qolamiz. Yoki oddiy mana YouTube'ga kirilsa ham, qaysidir mavzuda bo'lsa ham o'sha playlistga kirilsa, ya'ni o'sha silsilaviy darslarga kirilsa, o'sha birinchi ko'rilgan video eng ko'p ko'rilgan video bo'ladi. Oxiriga tushirsak, ko'rganlarning soni kamayib ketaveradi. Oxiriga kamchilik yetib boradi. Demak, bizning muammoimiz Alloh taolodan sobit qadamlik so'ramay qo'yganimiz. Mana shu narsaga e'tibor berishimiz zarur. Har qanaqa ishni boshlang, unda sobit qadamlik va davomiylik beradigan yolg'iz Alloh taolo. Bu narsaga qodir faqatgina Alloh taoloning o'zi. Alloh taolo aytadiki: "Yusabbitullohu allazina amanu bil qawli sabit." Alloh taolo iymon keltirgan kishilarni dunyoda ham, oxiratda ham iymon kalimasi bilan sobit qadam qiladi deydi. Qaranglar, sobit qadam qiladi deyapti. Kim qalbingizga hidoyatni, yaxshiliklarda sobit qadamlikni beradi? Yolg'iz Alloh taoloning o'zi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam doim: "Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik." Ey qalblarni buruvchi zot, qalbimni islomda sobit qadam qilgan, ibodatingga burgin deb ko'p duo qilganlar. Biz mana shu duolarni aytib yurishimiz kerak. Qaranglar, ya'ni ey qalbimni o'zgartiruvchi zot deyaptilar. Demak, qalb sizning mulkingiz emas. Ya'ni bu nima degani? Qalbni o'zgartirish sizning qo'lingizda emas degani. Mana bugundan namoz o'qiyman yoki mana zakot chiqaraman yoki sadaqa beraman yoki umraga boraman deb aytishingiz mumkin, lekin qalbingiz umuman boshqa joyda bo'ladi. Unga burib qo'yadigan zot Alloh taoloning o'zi. Shuning uchun bir ishda sobit qadamlik va davomiylikni istasak, muvaffaqiyat faqatgina Alloh taolodan deb bilib, o'zi yaxshi ko'rgan narsaga qalbimizni burishligini so'rashligimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek: "Ey qalblarni buruvchi zot, o'zgartirib turuvchi zot, qalbimni islomda sobit qilgin, qalbimni doim yaxshiliklarga burgan va unda sobitlik bergan, sobit qadamlik bergan" deb so'rashligimiz kerak. Ne'matga noshukrlik qiladigan bo'lsak, men erishgan bu muvaffaqiyatli, bu meni peshona terimdan deb ne'matlarni o'zimizga bog'lasak, unda Alloh taolo ham o'sha biz ishonayotgan narsaga bog'lab qo'yadi. Ana undan keyin inson yo'lini topa olmay qoladi. Haqiqatan, ya'ni bir ishni boshlayman desam, bir ishni qilaman desam, boshqa narsaga burilib ketaveradi. Nima uchun? Falamma zaghu azaghallohu qulubahum. Qachonki ular yo'ldan og'ishgach, Alloh ularning qalblarini hidoyatdan og'dirib qo'ydi deydi.